Mehroniso Rahmatova. Bular Koreyada ham bakalavr, ham magistraturani tamomlab, bugungi kunda respublikamizga o'sha Koreya kosmetik mahsulotlarini o'zlari zavoddan to'g'ridan-to'g'ri olib kirayotgan va ko'plab filiallarni ochishga muyassar bo'lgan va ayollarimizni go'zallashda o'zlarining hissalarini qo'shib kelayotgan tadbirkorlardan bo'ladilar. Assalomu alaykum. Takliflaringiz uchun rahmat kattakon. 18 yoshimda Koreyaga borganman, 19 yoshga to'lgan paytimda. Borishdan oldin koreys tilini puxta o'rganganman. Undan oldin o'zi hamshiralikka o'qitishgan. Hamshira bo'lasan, ishlaysan. Otam ham, onam ham shu sohada bo'lganlari uchun keyin yo'q deganman. Men boshqa soha vakili bo'lishni xohlayman. Bo'lsam vrach bo'laman, bo'lmasam boshqa sohani tanlayman deganman va koreys tiliga 2 yil davomida koreys tilini o'rgandim. Imtihonlardan o'tib, o'zim grant yutdim. Lekin shunda ham oilaviy baribir norozichiliklar ko'p bo'ldi. Shunga qaramasdan yuborishdi. Eplolmaydi, 6 oyda qaytib keladi deyishgan. Jo'natishgandan keyin Koreyaga bordim. To'g'risi boshida hamma pulimni ishlatib qo'yganman boshida. Qiyinchiliklar boshlandi. Kontrakt boshlandi. Chunki yaxshi o'qimasangiz, keyin o'sha kontrakt to'lash kerak bo'ladi-da. Qiyinchiliklardan ham o'tish uchun ishga kirdim. 12 soat oshxonada idish yuvish kerak. Va boshida yig'lab idish yuvdim bir hafta. Bir haftadan keyin meni ishdan haydab yuborishdi. Nega? Chalganmisiz? Chunki bunaqa darajada kichkina idishlarni ko'p miqdorda tez yuvish kerak-da. Biz uyda bitta yuvib o'rganganmiz. Unaqa emas, tez yuvish kerak ekan. Xullas ishdan haydashdi, keyin oylik oldim. O'sha yerdan oylik olib, sekin nima deydi, hatto televideniyada ham ishlaganman. O'zimni Koreyadagi bosh rolda kinolarda ham sinab ko'rdim. Aynan koreys tilida bo'lgan kinolar, o'zbek tilida yo'q o kinolar. Undan keyin boshlovchilik ham qildim. Har xil sayohatga bog'liq bo'lgan tele boshlovchilik nimalarida ham o'zimni sinab ko'rdim. Dasturlarda. O'zimni sinab ko'rdim va oxirida o'qishni bitirib, bakalavrimni bitirgandan keyin 3 ta kompaniyaga hujjat topshirganman. LG, Hyundai va Samsung. Va Hyundai kompaniyasiga ishga olindim. Aynan marketing sohasi bo'yicha. O'zingiz sohangiz bo'yicha, o'qigan sohangiz bo'yicha. O'zimni soham bo'yicha, o'qigan soham bo'yicha ishga kirdim va o'sha paytda 30 tadan ko'p davlatga bordim. Shu soham bo'yicha juda zo'r praktika ham bo'ldi menda. Juda yaxshi ko'rdim ishimni, lekin stress ko'p bo'ldi menda. Baribir ayol kishi qiynaladi, qiz bola edim hali. Uydagilar qaytgin deyshadi, bo'ldi, o'qishni bitirding, kerak emas. Lekin qaytishni xohlardim-u, qo'rqardim. Borib nima qilaman hozir degan savol bo'lardi menda. Lekin prezidentimiz o'sha 2017-yil edi. 2017-yil birinchi tashriflari Koreyada bo'lgan. Koreyaga tashrif buyurdilar va men ham o'sha yerda edim, o'sha davrada edim va gapirganlarda yoshlar bilan ham ko'rishdilar va bizga aytdilarki, sizlarda imkoniyat katta, qaytinglar degan gapdan keyin 2 haftadan keyin ishimdan ham bo'shab qaytganman. O'zbekistonga qaytganman. Kelib 3 kun ichida Koreya o'quv markazini ochib, Koreyaga o'qishga ham jo'nataman, o'rgataman ham deb bir hafta ichida 200 ta talaba yiqqanman. Qoyillik. Unaqa hali u paytda Instagram yo'q edi. Telegramda oddiy Telegram kanal ochganmiz, tanish bilishlar orqali. Hamma joydan kelishgan 200 ta talaba yiqqanmiz, o'qituvchilar to'plaganmiz, talabalarni Koreyaga ham jo'natadigan hujjatlar qilganmiz. Shu paytda Koreya hujjatini topshirishga Koreyaga borganimda xo'jayinim meni ko'rib qolganlar va sovchi jo'natganlar. Xo'jayinim Koreyadalar o'qiydilar, magistraturada, meni qaytib olib ketdilar. Koreyada 3 ta farzandimni ham Koreyada dunyoga keltirdim. 3-farzandimni dunyoga keltirish paytida yuzim juda yomon holatga keldi. Shunda yuz muammolarim bilan bo'lib, bu sohaga chuqur kirib qoldim. Boshqa ayollarga ham yordamim tegsa, xursand bo'lardim deb birinchi shu Buxoroga narsa jo'natganman va birinchi nima bankrot bo'lganman. Pul tikib, xo'jayinim pul tikkanlar, men bankrot bo'lganman. Pulimni yig'ib ola olmaganman. Keyin ikkinchi marta yana bitta harakat qilay desam, lekin xo'jayinim doim qo'llab-quvvatlaganlar, yo'q demaganlar-da. Farzandim 4 yosh, 4,5 yosh atrofida edi.
o'sha paytda O'zbekistonga shunday yig'ishtirib qaytib kelganmiz. Do'kon ochdim. Mana 2 yil bo'lgan bo'lsa qaytib kelganimizga erta 10-may kuni 10-filialimni Qirg'iziston O'sh shahrida ochyapmiz. Qoyil. Hozirda Toshkentda 4 ta filialim, Buxoroda, Namanganda, Qirg'iziston Manasda bor hozir, Tojikistonda bor, Rossiyada Samarada ochdik. Bular hammasi to'g'risini aytaman, aprel oyida bo'lib ketdi. 4 ta filial ochdim. Olqishlar. Shunaqa rostdan ham hayotingizda o'tgan narsani chiroyli terib aytib berdingizki, xuddi hammasiga osonlikcha erishgandeksizda. Ko'rib turganlarni ham ish qilish kerak ekan, o'tirish kerak emas ekan, tavakkalchilik qilish kerak ekan, bosish kerak ekan degan narsa keldida.